Man hayotimiz uchun kurash kerak, Orol uchun kurash kerak, Orol uchun kurashish, Qoraqalpoq uchun kurash degan gapimni ma'nosini hozir tushuntirib berishni ikki og'iz qo'shimcha aytmoqchiman. 5 yil bo'ldi. Bizlar bir ahmoqona bir loyihaga qarshi kurashni boshlaganimiz. Men shaxsan O'zbekiston prezidenti buni boshlagan. Ya'ni bir vaqtlar Tojikistonni Amudaryo tepasida Ragun degan bir katta stansiyasini, gidrostansiyasini qurilishi haqida bilasizlar. Uni kuchi 3.600.000 megawatt tashkil qiladi. Va eng muhimi shuki, uni nimasi platinasi 350 metr balandlik. Sayana Shushinskiy degan nimada Sibirda bo'lgan fojiani eshitgansizlar. 75 ta odam shu fojiadan halok bo'lgan. Eng muhimi shuki, Sayana Shushinskiyni loyihasini qurgan gidroproyekt Ragunni proyektini qilgan. Ya'ni egasi bitta. 40 yil oldin Sovet davrida hech kim uni tekshirmasdan bu loyihani qilgan. Endi vaqti soati kelganda uni qurishni boshlaganda Sovet davrida puli bo'lmagani uchun va SSR tarqalib ketgandan qolib ketgan bu. Eng muhim narsa shuki, sizlar yaxshi bilasizlar. Agarki bir unaqa stansiyalarni agar quradigan bo'lsa, ham irrigatsiya masalasini, ham energiya masalasi birdan yechilmaydi. Bu bir-biriga albatta qovushmaydigan, bir-biriga qarshi chiqadigan narsa. Agarki elektrostansiya qurmoqchi bo'lsa, irrigatsiyani unutish kerak. 350 metrlik to'g'anoqni aytaylik, agar ko'tarsa agar, unga 8 yil suv to'planar ekan. 8 yil davomida suv to'planar ekan. Bizlar pastda turganlar nima 8 yil poylab turamizmi? Qoraqalpog'istonga, Xorazmga, umuman O'zbekistonni Amudaryo qirg'og'ida yashayotgan inson nima ish qiladi? Qanday tirikchilik ko'radi? Qanday dehqonchilikni ko'ramiz? Umum irrigatsiya masalasi mutlaqo hammasi yo'q bo'lib ketadi. Shu masalani aytaylik, eng katta davlatlar mana shu loyihani oxirgacha yetkazish uchun bu taxminan 6-7 milliard dollar turadi. Shunga pul topamiz u ishni boshlaymiz deb mana shu 3-5 yil oldin harakatni boshladi. Mana sizlarga aytsam agar, bunga qarshi chiqadigan kim bo'ldi? Faqat O'zbekiston. Orolga agar Amudaryoni suvi kelmasa, agar Sirdaryo qurib qoldi-yu tepada. Sirdaryo suvi hozir Orolga kelmayapti. Orol bo'yini boqadigan nima deb mendan so'rasangiz, hozir Amudaryodan kelgan suv. Orol qurayotgan bir paytda Amudaryoni mahkam ushlab turishimiz kerakmi, yo'qmi? Suvini 1 grammini ham kamaytirmaysan deb.